Bugungi kunda moddiy madaniy merosni asrash va muhofaza qilish yangi O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bu boradagi vazifalar O'zbekiston 2030 strategiyasida ham alohida o'rin egallab, sohani yanada rivojlantirish va davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berilgan. Mazkur strategiya doirasida madaniy merosni asrab-avaylash va uni kelajak avlodlarga yetkazish hamda sohani zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirishga qaratilgan aniq maqsad va ustuvor vazifalar belgilangan. Xususan, birinchi yo'nalish 112 ta madaniy meros obyektida restavratsiya ishlarini amalga oshirishni nazarda tutadi. Strategiyaga muvofiq madaniy meros obyektlarida amalga oshiriladigan restavratsiya va ta'mirlash ishlari bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Ta'kidlash lozimki, 2019-2025 yillar davomida 57 ta madaniy meros obyektlarida restavratsiya va ta'mirlash tiklash ishlari amalga oshirilgan bo'lib, bu ko'rsatkichlar strategiya 2030 bilan yanada jadallashtirilishi rejalashtirilmoqda. Xususan, restavratsiya va ta'mirlash tiklash ishlari amalga oshiriladigan madaniy meros obyektlari soni 2030-yilgacha 112 taga yetkazish maqsad qilinmoqda. Bu esa 2030-yilga kelib hozirgi ko'rsatkichning deyarli 100% ga oshirilishini anglatadi. Ikkinchi yo'nalish madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish yuzasidan moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu soha uchun ajratilgan yillik mablag'larni 2030-yilga kelib 30% gacha oshirish ko'zlanyapti. Bu yondashuv madaniy merosni qoldiq tamoyil asosida moliyalashtirishdan butunlay voz kechish, sohani barqaror va prognoz qilinadigan moliyaviy mexanizmga o'tkazish imkonini beradi. Uchinchi yo'nalish UNESCOning xalqaro ro'yxatlariga yana 5 ta moddiy madaniy meros obyektini kiritish ko'zda tutilgan. Bugungi kunda UNESCOning umumjahon meros ro'yxatida 5 ta moddiy madaniy meros obyekti shakllantirilgan O'zbekiston tomonidan. Bular Changqala Buxoro tarixiy markazi, Shahrisabz tarixiy markazi, Samarqand madaniyat chorrahasi hamda 2023-yildagi yangi nominatsiyamiz bu Ipak yo'li Zarafshon Qoraqum koridori. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham 2 ta nominatsiya doirasida ish olib borishni rejalashtirganmiz. Bular Chilpiq qalasi qadimgi sukunat manzili nomli nominatsiya hamda Orol bo'yidagi qadimgi qal'alar. To'rtinchi yo'nalish muzeylarga tashrif buyuruvchilar sonini yiliga 7 million nafarga yetkazishdan iborat. Imkoniyati cheklangan shaxslar, maktab yoshidagi bolalar, keksa tashrif buyuruvchilar va ularga hamrohlik qiladigan shaxslarni muzeylarga tashrif buyurishlari uchun inklyuziv shart-sharoitlar yaratish maqsadida 47 ta muzeyda pandus yo'lakchalari, 7 ta muzeyda ko'tarilish vositalari, ya'ni liftlar o'rnatilgan va 30 ga yaqin muzeylarimizda audio gidlar tashkil etilgan. O'zbekiston 2030 strategiyasi ning 4-chi yo'nalishi, ya'ni muzeylarga qaratilgan yo'nalishiga muvofiq 2030-yilga qadar 7 million nafarga yetkazishni maqsad qilib olganmiz. Shuningdek, arxeologiya ashyolarini davlat katalogiga kiritish va ularni tizimli ravishda ro'yxatga olish ishlari ham muhim vazifalardan biri etib belgilangan. Madaniy meros obyektlarini o'rganish, ularni saqlash, muhofaza qilish tadbirlari doirasida 2030-yilga qadar arxeologiya ashyolarini davlat katalogidan ro'yxatdan o'tkazish tadbiri ham joy olgan. Har yili 500 ga yaqin arxeologiya ashyosini davlat katalogida ro'yxatdan o'tkazish belgilangan. Umumiy hisobda 2030-yilga qadar 2,5 mingdan ziyod arxeologiya ashyosini davlat katalogidan ro'yxatdan o'tkazish inobatga olingan. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida madaniy meros sohasidagi aniq vazifalar nafaqat tarixiy obidalar hamda muzey boyliklarini saqlashni nazarda tutadi. Bu orqali O'zbekiston o'zining boy tarixiy va madaniy merosini jahon miqyosida yanada keng namoyon etadi. Madaniy merosni asrash o'tmishga hurmat, bugunga mas'uliyat va kelajak oldidagi burchdir.